Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Yuqorovul mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tgan mahalla raisligiga saylov yuksak saviyada o'tkazildi. Jarayonlar mahalladagi 24-maktab binosida tashkil etilib, unda mahalla ahli faol ishtirok etdi. Shu mahallada mana 75 yildan beri yashab kelmoqdaman. Mahalla raisi xalq vakili hisoblanadi. Xalq vakili bo'lganligi uchun ham mana shu mahallamizda istiqomat qilayotgan 5-6 ming odamlarning dardi, tashvishi, ularning kamchiliklari, boshqalarini hammasini shu mahalla raisligiga saylanayotgan odam vakil sifatida, xalq vakili sifatida o'sha yuqori tashkilotlarga borib o'zining takliflarini kiritib, o'sha masalalarni hal qilishi kerak. Mahalla fuqarolari saylovda qatnashish orqali jamiyatda kechayotgan jarayonlarga befarq emasligini yana bir bor isbotladilar. Tadbir davomida nomzodlar o'z dasturlari, rejalari va fikr-mulohazalari bilan o'rtoqlashdi. Bu orqali saylovchilar nomzodlarning faoliyati hamda rejalari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'lishdi. Xalq bunga juda ham qiziqish bilan kelgan. Chunki ular taqdiriga hech qachon befarq emas ular. 3 ta nomzod hozir dasturlarni o'qib eshittirdi. Shaxsan o'zim eshitdim. Har uchala dastur ham menga yoqdi. Men ishonamanki, mahallamiz o'sha saylangan mahalla raisi bilan birgalikda hamma ishlarni amalga oshiramiz. Mahalla rivojlansa jamiyat, jamiyat rivojlansa mamlakat taraqqiy etadi. Shubhasiz, bu kabi saylovlar ana shu taraqqiyot sari qo'yilgan muhim qadamlardan biridir.